Assalomu alaykum, Mototols kanali obunachilari. Bugun yangiliklarni, ya'ni bombasi qilamiz. Arzon narxdagi instrumentlarni siz azizlarga arzon narxlarda ko'rsatamiz. Videomiz yoqsa, like, podpisatsiyani bosib qo'ysangiz, bundan ham yaxshi nabor instrumentlarni arzon narxlarda xarid qilasiz. Qani boshladik. Ya'ni bu ikkitalik sekatorlik arralarimiz kelgan. Sifati juda ham moshina chiqadi. Arrasi, qaychisi ham moshina ishlaydi. Ko'rsatib o'tamiz mana. Arralari ham Fiyatlar juda ham boshli, narxlar juda ham arzon chiqadi. Buning narxini 650 ming so'm qilib beramiz. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol olib ketishingiz mumkin. Xohlaganlarga mana Eramax brendiga tegishlisi bor. Buning narxini 750 ming so'm qilib beramiz. Bu juda ham kuchli. Bu bilan farqi mana o'zini moy soladigan idishlari bo'ladi va qaychisida ham buni tablolari bo'ladi mana. Shu sababli ham buning narxini 750 ming so'm chiqadi. Buning narxi 650 ming so'm chiqadi. Batareykasi ham qalin bo'ladi. Xohlaganlar uchun sifati zo'r bo'lgan lazer urvinlarni arzon narxlarda olib qo'ydik. Pultlari ham o'zgacha bo'lib kelgan, yangi dizaynda bo'lib chiqqan. Ko'rib turishingiz mumkin. Bosch firmasiga tegishlisi bor. Bosch firmasiga tegishli 380 ming, xohlaganlarga Devar firmasiga tegishli 380 ming. 4D tablolik varianti sifati vahshiy bomba chiqadi. Narxlari juda ham suv tekin narxlarda. Xohlaganlar uchun mana 3ga 1 naborimiz bor. Ya'ni perforator, bolgarkasi, 5 shotishli shurpovorti. Bularning hammasi 5 shotishli bo'ladi. 3 ta batareyka, bitta zaryadchi. Narxi bor yo'g'i 950 ming so'm chiqadi. Xohlaganlar uchun mana 180 ming so'mga shurpovortni Doda kalonni ko'rsatib o'tamiz. 180 ming so'mga shurpovortini. Juda ham qulay, eng qizig'i batareykasi indikatorli bo'ladi. Birinchi qo'yganimiz zaryadi batareykasining zaryadi yo'q ekan, uni ham ko'rsatib o'tamiz. Keyingilari mana Makita 5 shotishnisi. Narxini suv tekin. Faqat shotishni arzonmi deganlarga yo'q. 5 shotishni ham Makita firmasiga tegishli juda ham arzon narxda qilib beramiz. Buning narxi bor yo'g'i 280 ming so'mdan. Keyin eng qizig'i naborlari ham bo'ladi. Bularda 280 ming so'mdan bemalol kelib olib ketishlari mumkin. Juda ham qulay chiqadi. Ikkita batareyka, bitta zaryadni ustroysi chiqadi. Xohlaganlar uchun mana Bosch firmasiga tegishli ham bor. Bu ham ikkita batareykalik bo'ladi. Bosch firmasi ham juda ham ajoyib chiqadi. Bular ham narxi ikkita batareykalik naborlarini 280 ming so'm. Xohlaganlar uchun sifati zo'r bo'lgan originallari yo'qmi deganlarga mana Ubay brendiga tegishli ham originali bo'ladi bu. 5 shotishning eng qizig'i original nasatkalari, perchatkalari ham qo'shib beriladi. Narxi juda ham arzon chiqadi. 380 ming so'mga mana shunaqa komplektdagi naborni olib ketishingiz mumkin. Narxini 380 ming deb oldim hozir. Oldin 380 ming sotardik. 280 ming so'mga olib ketishlari mumkin. Juda ham arzon narxda. Xohlaganlar uchun Ubay brendiga tegishli, xohlaganlar uchun Biotiga brendiga tegishli 280 ming so'mdan suv tekin narxda original bo'lgan shurportlarni olib ketishlari mumkin. Eng qizig'ini ko'rsatsam, hammaga o'sha mashhur bo'lib kelgan 6 talik naborimizdan keldi yana. Nimasi bor? Ya'ni bunda gayka yorti bor, ko'rib turishingiz mumkin. Gayka yorti hammasi 5 shotishli bo'ladi. Rezin qoplama qilingan, plastmas idishda qoplangan. Birinchi qatorda, ya'ni bolgarkasi bor, gayka yorti bor. 1, 2, 3 ta tepasida batareykasi, 2 ta zaryadnoy, bistira zaryadchi ustroysasi bor. Endi ikkinchi qatorni ko'ramiz sizlar bilan. Ikkinchi qatorida, ya'ni bunda bitta batareykasi pastda bo'ladi. Pcholka, arra, perforator, ya'ni shurpoyor. Sifati juda ham moshin chiqadi, hatto gayka yorti mandaqa nasatkalari ham qo'shib beriladi. Ishlatib ko'rsatamiz. Hammasi patronlari 5 shotishni juda ham kuchli, shurportida molotoq funksiyalari ham bor. Juda ham mochni chiqadi. Endi pcholkalari hamma usta akalarimizni eng qiziqtiradigan narsa mana pcholkasi bo'ladi. Aboroti juda ham baland aborotda. Mana ko'rib turishingiz mumkin. 15 ming aborot, 125 talik. Ya'ni tosh ketadi. 110 talik emas. Ham 110 talik ketadi, ham 125 talik. Universal bo'ladi. Ko'pchilikka qiziq bo'lishi mumkin. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi shu 1 million 950 ming so'm. Juda ham ko'p sotdik bundan, tugab qoldi. Ko'pchilik buyurtma ham berdi. Mana keldi. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol videoni ko'rib tezroq kelsangiz, arzon narxdagi sifati zo'r bo'lgan instrumentlarni bemalol sotib olasiz. Eng qizig'ini aytaymi? Eng qizig'i mana sifati zo'r bo'lgan, bahaybat polavtomat, kantachka svarkalarimiz ham kelgan. Ya'ni Volk brendiga tegishli 5 kilolik sim ketadiganni narxini arzon narxda xarid qilasiz. 4,5 million, 4 million sotilgan svarka apparatlarini 2 million 600 ming so'mdan
endilikda Mototolsdan xarid qilishingiz mumkin. Bu 4 ta funksiyaga ega. Hamma funksiyani bemalol bajaradi. 5 kilolik sim ketadi. Xohlasangiz gazoviy, xohlasangiz bez gazoviy qilib ishlatasiz. Sifati vobshin bomba chiqadi. Buni amperaji juda ham baland bo'ladi. Elektrodi ham 5 lik elektrodizni ham qul qilib yuboradi. MiG 700 degani, xohlaganlarga MiG 800 degani. Masalan, MiG 200, MiG 300 lar bilan adashtirmaysiz. Narxi bor yo'g'i ikkalasini ham 2 million 600 ming so'mdan qilib beramiz. Shunaqangi sifati zo'r bo'lgan instrumentlarni arzon narxlarda xarid qilmoqchi bo'lsangiz, bemalol Mototolsga kelsangiz bo'ladi. Manzilimizni tushuntirib o'tamiz. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, manzillarimizni hammasini tushuntirib o'tamiz. Manzilimiz Toshkent shahrida joylashgan. Do'mrobod bozorini hamma biladi. Ro'parasida joylashgan. Zenver savdo majmuasi. Mototols do'konimiz, telefon raqamlarimiz, ya'ni 99lik 576 37 37, 95lik 816 94 94 telefon raqamlariga bemalol aloqaga chiqsangiz bo'ladi. 12 ta viloyatga dastlabki xizmatlarimiz